Xo'p, dars boshlaymiz. Kompyuter viruslari va himoya. Zararli dasturlar turlari, hujum usullari va himoyalanish. Kompyuter viruslari o'zi nima? Virus nima? Virus bu eng katta xavfmi? Hamma zararli dasturlar bu virusga kiradimi? Shularni ko'rib chiqamiz. Xo'p, tasavvur qiling, bepul o'yin yuklab oldingiz, kompyuteringizga o'rnatdingiz. O'rnatganingizdan keyin nimalar sodir bo'lishi mumkin? Siz kompyuteringizdan sizni login parollaringizni o'g'irlashlari mumkin yoki qaysidir fayllaringizni zararlashlari mumkin yoki umuman olganda kompyuteringizni butun xotirasini bloklab turib, sizdan pul mablag'lari so'rashlari mumkin. Bular hammasi virus. Virus nima? Virus bu o'zini ko'paytiradigan zararli dastur. Xo'p, kompyuter virusi blok virusga o'xshaydi. Kasallik hujayradan hujayraga o'tgan kabi kompyuter virusi ham blok emas, biologik ekan, uzr. Xullas, oddiy koronavirus yoki shunga o'xshagan gripp, oddiy misol, shularga o'xshagan viruslar o'zaro bir-biriga yuqadi odamlarga. Xuddi shunaqa kompyuter virusi ham bitta fayldan boshqa faylga yuqadi yoki bitta qurilmadan ikkinchi qurilmaga yuqadi. Nima orqali? Faqat fayllar orqali yuqadi. Virus ishlashi uchun virus joylangan fayl bo'lishi talab etiladi. Boshqa yo'l bilan yuqish ehtimoli kam. Shuning uchun fayllarga ehtiyot bo'lasizlar. Virus degan atama faqat fayllarda uchraydi. Keyin u foydalanuvchi ishga tushirishini kutadi. O'sha faylni ishga tushirgandan keyin virus tarqaladi. Boshqa o'xshash yo bo'lmasa duch kelgan faylga yopishib oladi. Virus nima? Virus barcha zararli dasturlar degani emas. Hamma zararli dasturlar bu virus emas. Hamma zararli dasturlar uchun bitta atama bor. Malware degan. Malware ko'rishimiz mumkin. Mana bu malware markazida turgan. Tashqarida virus bor. Virus bu oddiy kompyuter virusi o'zimizni biologik virusimizga o'xshab tasvirlanadi ko'p joylarda. Undan tashqari juda ham ko'plab turlar bor, zararli dasturlar turlari. Har biri bilan tanishib chiqamiz. Bulardan eng muhimlari bu yerda ko'rishimiz mumkin. Malware'ga kiradigan eng muhim uchtasi worm, virus hamda trojan. Bundan tashqari ko'plab turdagi virus turlari ham bor. Hozir rasmda ko'rganlarimiz. Ular bularga nisbatan kamroq ishlatiladi. Eng asosiy ishlatilganlari shu. Worm ko'pincha qurtga misol keltirishadi. Xullas, harakatlanuvchi virus bo'ladi. O'zi mustaqil harakatlanadi. Virus o'zi mustaqil harakatlana olmaydi, lekin yetarli darajada zararli. Trojan virus bor. Troya otiga misol keltirishadi. O'shanga o'xshaydigan virus. Buni ham tushuntirib o'taman. Xo'p, davom etamiz. Viruslar tarixi o'zi qatnda birinchi virus qaysi, qanaqa holatlarda nima qilgan, paydo bo'lgan. Eng birinchi zararli dastur, endi zararli ham emas, zararsiz dastur, lekin viruslarni mana shu boshlab bergan. Ya'ni birinchi zararli dastur emas, birinchi virus emas, o'shanga ilhom bag'ishlagan sinov tariqasida ishlab chiqarilgan bitta dastur, Creeper. Creeper nima bo'lgan? U birinchi virus deyilyapti, birinchi virus, lekin zararsiz. Birinchi zararli dastur emas. Xullas, faqat xabar chiqadigan oddiygina dastur. Shunchaki ekranda xabar chiqadi, yo'qolib ketadi. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun Creeperni birinchi virus deb qabul qilmaymiz. Birinchi virus Brain degan dastur bo'lgan. Uni ko'rib chiqamiz. Creeper xuddi mana shunaqa xabarni endi oldingi birinchi mashinalar, ya'ni kompyuterlar internet paydo bo'lganda
monitorlari bo'lgan, ozmoz grafikasi bo'lgan. Shunda ham u virus faqatgina mana shu yozuvni chiqargan xolos. Qora oyna, o'rtada yashil yozuv. Men Creeperman, qo'lingdan kelsam meni ushlab ol. Xuddi shu virusda, ya'ni shuni to'xtatish uchun bu nimasi bo'ladi? Bitta kompyuterdan boshqasiga sakrab o'tadigan dastur bo'lgan. Bitta kompyuterda chiqadi, qanchadir vaqt ko'rinib turadi-da, tarmoq orqali boshqa kompyuterga o'tib ketadi. Ko'rinib turgan kompyuterdan o'sha narsa yo'qoladi. Lekin uni to'xtatish uchun mana bu dasturni ishlab chiqarishgan. 1971-yil Creeperga O'roq degan dastur ishlab chiqarishgan. Adashmasam shunaqa edi. Reaper mana. Reaper dasturi. Reaper dasturi inglizchani tarjima qilsak, o'roqqa o'xshagan so'z chiqadi. Mana shu Creeperni to'xtatgan. Creeper dasturini Reaper dasturi o'rnatilgan kompyuterga yetib kelgach, Creeper to'xtagan. Undan keyingi kompyuterga o'tib ketmagan. Xo'p, bu haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Bo'ldi, boshqa ma'lumot shart emas. Creeper birinchi virusga o'xshagan narsa bo'lganda, shunchaki liniya orqali, tarmoq orqali, ya'ni o'sha paytda ARPANET ixtiro qilingan. ARPANET tarmog'i orqali bitta kompyuterdan boshqa kompyuterga o'tib ketavergan. Reaper bo'lsa, Creeperni to'xtatuvchi dastur bo'lgan. Aynan o'sha yilni o'zida uni ham ishlab chiqarishgan. 1986-yilda Brain shaxsiy kompyuterlar uchun birinchi virus bo'lgan. Buni Pokistonda ikkita aka-uka yaratgan. Ko'rishingiz mumkin, mana o'sha yaratuvchilari. O'sha virusni ishlab chiqarish jarayonidan fotolavha. Xullas, bu nima qilgan? Bular kompyuterlar, adashmasam, Brain. Mana bu yerda o'qishingiz mumkin. Brain haqida ham ko'p narsa yozilgandi. Brain birinchi dastur bo'lgan, aka-ukalar ixtiro qilgan. Bo'ldi. Boot bo'limga yopishib olgan. Bular qaysidir operatsion tizim uchun virus yozmagan. Boot bo'limi uchun virus yozgan. Ya'ni ona plataga yopishtirilgan kesh xotiramda. Uzr, kechirasizlar. Ona plataga yopishtirilgan xotiraga, ya'ni boot uchun nima qilishgan? Virus yaratishgan. U nimani operatsion tizim yoqilishidan oldin ishga tushgan. Buni o'chirish ancha qiyin bo'lgan bu virusni. Bu juda katta darajada kompyuterlarga zarar yetkazgan. Undan keyin eng mashhurlardan biri Morris Worm, ya'ni Morris qurti deyiladi. Birinchi yirik tarmoq hujumi. Mana shu Morris Wormdan keyin internet orqali bo'ladigan hujumlarga himoya kuchaygan. Ya'ni bu ularga kattagina ogohlantirish bergan. Morris Worm, bu yerda Morris Wormning dasturini ko'rsatmoqman. Morris Worm 60 ming kompyuterning minglab qismlarini ishlab chiqargan. Ya'ni uni zararli tomoni virusdagi noto'g'ri yozilgan kod qatorlari bo'lgan. O'sha noto'g'ri yozilgan kod qatorlari kompyuterga yetarlicha emas, undan ham ortiq zarar yetkazgan. Ko'pgina qismlarni ishdan chiqarishga sababchi bo'lgan. Xullas, Morris Worm juda ham ko'p kompyuterlarga tarmoq orqali zarar yetkazgandan keyin kiber xavfsizlik, shunga o'xshagan sohalar kuchayib ketgan. Undan keyin 2000-yilda I Love You degan virus tarqalgan. Juda ham nomi ham qiziqarli, ko'ryapsizlar. Xuddi mana shu narsaga odamlar qiziqishgan. Ya'ni bu qanday ishlagan?
kompyuterga email orqali xabar yuborishgan. Hozir o'sha xabarni ko'rsam ham mana email orqali shunga o'xshash xabar yuborishgan. Mana yozuvlari boshqa odamlar shu so'zni ko'rgandan keyin qiziqib ichiga kirgan, pastda mana shu faylni bosing degan yozuvlar bilan xulosa qiziqtirib shu faylni yuborishgan. Oxirida qaranglar. Xo'p, yana ham yaqinlashmayapti. Xullas, love letter for you .txt bilan tugayapti-da. Mana bu yerda .vbs davom etyapti. .txt bu bilasizlar tekstoviy dokumentni formati. VBS uni orqasiga yashiringan niqobi. Mana shu faylni asl formati. Xullas, juda ham ko'p odam hozir bu yerdagi ma'lumotda adashmasam 50 million atrofida deyilgan. 50 milliondan ko'p kompyuterlarga zarar yetkazgan. Bu qanaqa zarari bo'lgan? Emailda odam mana shu xabarni ochib, pastdagi faylni ustiga bitta bosib ichiga kirganda fayl srazi ishga tushib, barcha o'zini kontaktda bor bo'lgan emaillarga xuddi shu xabarni qaytadan yuborgan. Hamda kompyuterni o'ziga ham anchagina nima qilgan? Loop holatiga tushirib qo'ygan. Ya'ni cheksiz siklli nimalar bo'lgan, algoritmlar bo'lgan, o'shalarga tushirib qo'ygan. Milliardlab zarar yetkazgan. WannaCry 2017-yilda chiqqan, bu ham mashhur viruslardan 150 dan ortiq mamlakatlarda fayllarni shifrlab to'lov talab qilgan. Ya'ni kompyuter ekranda katta yozuvda shundan rasmni qo'ydim mana. Xuddi mana shunaqa oyna paydo bo'lganda o'zi haqida ma'lumot yozgan. Menga to'lov qilib chekni yuborasizlar, mana shu vaqtgacha deb srok ham qo'ygan. Agar bu yerda Bitcoin manzilini ham qo'shgan. Xullas, WannaCry virusda 150 dan ortiq mamlakatdagi juda ham ko'plab kompyuterlar bloklangan va ularni to'lov talab qilishgan. Ko'pchiligi to'lov qilmagan, tabiiy. To'lov qilmaganlarni shunchaki fayllarni o'chirib tashlashgan. To'lov qilganlarni kompyuterlarni tiklab berishgan. Xo'p, bularni aniqlashgan. WannaCry va shunga o'xshagan dasturni yaratuvchilarni kimligini aniqlashgan. Qanaqa aniqlashgan? Bular ko'ryapsizlar, mana bu yerda Bitcoinni nimasini qoldirishyapti. To'lov o'tkazish raqamlarini qoldirishyapti. Va yana boshqa to'lov usullarini ham ko'rsatishgan. O'sha to'lov usullaridagi to'lov qilish uchun berilgan qiymatlar va undan tashqari to'lov summasi. To'lov summasi bir xil miqdorda bo'lgan. Banklardan o'sha o'tkazilgan to'lov summalari bir xil bo'lgan qiymatlarni aynan qayerga tushayotganini ma'lumotlar olishganda shu orqali aniqlashgan. WannaCry'ga o'xshagan dasturlar. Xo'p, umuman olganda ko'rib chiqdik bir nechta misollarni. Bu yerda malware zararli dasturning turlari. Virus, qurt, troyan bu uchalasi asosiy bo'lsa, ransomware, spyware, rootkitlar ham bor. Bularni ichida bitta yoki ikkitasi brauzerga tegishli viruslar. Zararli dasturlarning asosiy turlari. Virus bilan qurtning farqi: virus boshqa fayllarga yopishadi, foydalanuvchi o'sha faylni ochgandagina tarqaladi. Foydalanuvchi harakati kerak bo'ladi hamda u faylga joylanadi virus. Mana shu joyga e'tiborli bo'lasiz. Qurt, ya'ni worm bu mustaqil o'zi tarqaladi. Foydalanuvchi unga tegish shart emas. Virus o'zi kompyuter ichida harakatlanib yuradi. Fayllar ichida, tarmoqda o'zi mustaqil harakatlanib yuradi. Xo'p. U juda ham tez tarqaladi virusga nisbatan qurt. Virusdan ham xavfliroq. Troyan nomi Troya oti afsonasidan kelib chiqqan. Ya'ni bilasizlar,
Troya oti Troya uchun podarka qilingan, sovg'a qilingan. Uning ichida askarlar bo'lgan. Otni ichkariga olib kirishgan, shahar ichiga sovg'a sifatida qabul qilib. Hamma uxlab yotganda ichidagi askarlar chiqib, ichkaridan hujum qilishgan. Xuddi shunaqa narsa Troya oti uchun foydalanadi. Buni umuman olganda oddiygina nimasi, belgisi u kerakli vaqtni kutib turadi. Troyan virusi. Mana shu bilan farqlanib qolgan viruslardan. Bitta ajralib turgani shu. Siz faylni yuklab olasiz yoki bo'lmasa xohlagan joydan Troyan virusi kirib kelsa sizga fleshkadami yoki bo'lmasa internetdan narsa olganingizdami yoki qaysidir xabarni ochganingizdami Troya virusi sizga kirib keldimi, u kerakli vaqtda yoki bo'lmasa kerakli qurilmaga o'tishni kutadi. Masalan, siz kompyuteringiz Troyan virusi uchun kerak emas, Troyan virusi yaratuvchilar uchun. Siz shunchaki virus tashuvchisi bo'lasiz. Siz kompyuteringizdan boshqa kompyuterga o'tadi, boshqasiga o'tadi. Oxiri kerakli kompyuterga yetib borgandan keyin xullas kerakli vaqt kutadi. Kerakli vaqtda o'sha kompyuterga hujum boshlaydi. Ya'ni ma'lumot o'g'irlaydi yoki bo'lmasa bloklaydi, boshqa qiladi. Xullas Troyan deb atalashining sababi bu kerakli vaqtda kerakli qurilmani kutishda. Hamda u o'zini ko'paytirib tarqatmaydi. Faqat kerakli kompyuterga o'rnatilishi kutiladi. Masalan, o'zini ko'paytirmaydi, o'tib ketadi boshqa nimalarga, qurtga o'xshab. Ya'ni boshidagi Creeper dasturiga o'xshab. Boshqa qurilmalarga o'tib ketadi. Troyan virusga bitta misol, hozir nomi esimda emas, lekin shunaqa hujum qilishganki, qaysidir davlatda juda ham qattiq muhofaza qilingan bitta nima bo'lgan, yer to'lani ichida baza bo'lgan. Ya'ni genetik ma'lumotlarni qayta ishlovchi yirik baza bo'lgan. Ular serveri ham, ma'lumotlar almashinuvi ham hammasi o'zini ichida bo'lgan. Faqat tashqaridan ma'lumot kerak bo'lsa yoki qurilmalar kerak bo'lsa, tashqaridan sotib olishgan. Troyan virusini u yerga yuqtirgan odamlar virus yozishgan, uni ehtiyot qismlari yetkazib beradigan kompaniya xodimlarini emaillariga bildirmasdan ma'lumot sifatida yuborishavergan. Qaysidir kuni bitta xodimi uni yuklab olgan, olib borib ehtiyot qismi sifatida xotiradami yoki qaysidir qurilmada uni o'sha bazani serveriga ulashgan, ehtiyot qismi sifatida. Ulashgandan keyin virus srazu tizimni aniqlab turib ishga tushgan. Ungacha haligi xodimning kompyuteriga ham hech qayerga zarar yetkazmagan. Kerakli joyga yetib borishni kutgan. Ransomware bu to'lov talab qiladigan viruslardan. Bunga misol sifatida mana buni ko'rdik. Xo'p, ransomware kompyuter ekranini yoki bo'lmasa kompyuter xotirasini yoki bo'lmasa qaysidir qismini shifrlaydi. Yaqinda bitta kino ko'rganman, o'tgan yili Asalarichi degan. Kimdir ko'rgan bo'lsa, o'shanda xuddi shu usul bilan qariyalarga hujum qilishadi. Ya'ni qariya pul yig'ib keladi, qariyalar o'zidan meros qoldirish uchun yoki bo'lmasa qaysidir nimadir sotib olib, o'zini farzandlariga berish uchun yoki bo'lmasa umuman olganda o'shanaqa insonlarga hujum qilishadi. Ya'ni ularga xabar yuborishadi yoki fayl yuborishadi yoki qaysidir dasturni o'rnatib berishadi. Windows o'rnatyapmiz deb turib, kompyuterga xizmat ko'rsatyapmiz deb turib, unga yordam tariqasida shu narsani qilishadi. Undan keyin ularga ogohlantirish xabari boradi. Ular telefon qiladi yoki bo'lmasa umuman olganda internetdan yuklab olgan fayllardan kerakli nimaga qo'ng'iroq qilishadi, yozilgan xizmat raqamiga. Yoki bo'lmasa umuman olganda telefon raqami ham chiqmaydi-da, ularga o'zi ko'rinadi. Mana bitta qurbonimiz
bor. Hisobida shuncha narsa bor ekan. Shunaqa. Qani nima qilamiz deyishadi. Telefon qilib gaplashamiz deyishadi. Qo'ng'iroq qilib uni kompyuterga masofadan ulanib olishadi. Kodlarni so'rab biz yordam beramiz shundan qutulishingizga deydi. Uning ichida rasmlar bo'ladi, kerakli fayllari, o'zini farzandlarini yoshlikdagi rasmlari, videolari bo'ladi. O'shani tiklatish uchun rozi bo'ladi, kompyuter ulaydi. Ular masofadan kompyuterga kirib, kerakli dasturni yuborishadi. Hisob varag'idagi hamma pulni 0 qilib yechib olishadi. Ransomware shunaqa dastur turlariga misol bo'lishi mumkin. Josuslik dasturlari bor. Spyware va Keylogger. Bular yashirincha kuzatish, ya'ni saytlar, parollar, ma'lumotlarni jo'natishlarga jo'natib turadi. Fayllarga zarar yetkazmaydi. Spyware. Keylogger bo'lsa, spywarening maxsus turi bo'ladi. Klaviaturada bosilgan har bir tugmani yozib boradi. Parollarni o'g'irlaydi. Va yana shunaqa nimalar bor. Hozir ko'ramiz ularni. Shunga o'xshash dasturlar. Adware va Rocket. Adware eng kam xavfi bor. Bu doimiy keraksiz reklamalar ko'rsatadi. Maqsadi reklama orqali pul ishlash. Kompyuterni sekinlashtiradi. Rocket eng xavfli va topish qiyin bo'lgan turlardan. Operatsion tizimning chuqur qismiga o'rnashib, o'zini yashiradi. Antivirus topa olmasligi mumkin. Hop, Trojan oti prinsipi. Masalan, bepul o'yin skачать qilib olasizda kompyuteringizga. Uning ichida yashirin kodi bo'ladi, ya'ni zararli kodi. U kerakli kompyuterga yetib borishni kutadi. Ajralib turadigan belgisi foydali dastur niqobida keladi. Foydalanuvchi ishonib o'rnatadi. O'zini ko'paytirmaydi, tarqalmaydi, aldab kiritiladi. Hop, ransomware hujumi. Fayllarni shifrlaydi. Bular ko'rib bo'lgan turlarimizni yana rasm orqali ko'ryapmiz. Fayllar ochiq nomlar orqali xullas kirib keladi xohlagan bitta fayl ichida. Uni ishga tushirgandan keyin kompyuter shifrlanadi, keyin to'lov talab qilishadi. Ransomware deganda mana shu eslaringiz kelsin. Qulflaydi va to'lov talab qiladi ransomware. Hujum maqsadlari va nishonlari. Nima uchun hujum qilishadi? Birinchi navbatda pul ishlash uchun, ikkinchi navbatda ma'lumot o'g'irlash, uchinchi turi josuslik bo'lsa, to'rtinchi turi shunchaki buzg'unchilik. Hujum turlari maqsadsiz va maqsadli bo'ladi. Maqsadsiz hujum turi bu eng ko'p qilinadigan hujumlardan. Ya'ni dunyodagi statistika bo'yicha 90% dan yuqori 90-95% atrofida hujumlar maqsadsiz holatda qilinadi. Taxminan 5-10% hujumlar, ya'ni yana ham aniqroq aytadigan bo'lsak, 6% hujumlar maqsadli bo'ladi. Ya'ni qolganlari hammasi maqsadsiz, shunchaki hammaga birdaniga tarqatishadi. Kim unga duchor bo'lsa, ularning qurboniga aylanaveradi. Maqsadli bo'lsa, aniq bitta qurbon tanlaydi, qurbonni o'rganib, maxsus tuzoq tayyorlaydi. Spear phishing APT. Hozir bu so'zni bilmadim. Phishing degani aldab ma'lumot o'g'irlash. Ya'ni baliq tutish so'zidan kelib chiqqan. Aldab ma'lumot o'g'irlashadi, ya'ni soxta saytlar yoki boshqa narsalar. Xullas, maqsadlisi shu. Aniq qurbon tanlab turib, masalan, katta yirik kompaniyalar tanlanadi, o'shalarga hujum qilinadi. Maqsadli va maqsadsiz hujumlar. Maqsadsiz hujum ommaviy hammaga yuboriladi, maqsadli mana bitta qurbon tanlab faqat o'shanga yo'naltiriladi. Xo'p, hakkerlar va ularning turlari. Hakkerlarning 3 ta turi bor. Oq qalpoqli hakkerlar bor, kulrang qalpoqli hakkerlar hamda qora qalpoqli hakkerlar bor. Oq qalpoqli hakkerlar
faqatgina ruxsat bilan ish qilishadi. Ular shunchaki nimani tekshirishadi, tizimni tekshirishadi, kamchiliklarni aniqlab o'sha kompaniyalarga ma'lum qilishadi. Masalan, Facebook kompaniyasiga shunchaki bitta hacker, ya'ni oq qalpoqli deymizmi, kulrang qalpoqli deymizmi, tizimini kamchiligini aniqlab Facebookga ma'lum qilgan. O'sha kamchilik bo'yicha to'lov ham so'ragan. Men topib berdim shunaqa kamchilikni, menga shuncha summa bering deb so'ragan. Facebook kompaniyasi shunchaki u kamchilikni tuzatganda to'lov amalga oshirmagan. Facebook kinosini kim ko'rgan bo'lsa, uni yaratuvchisi, asoschisi nisbatan xudbinroq, sal nima edi. Boshqalar bilan qiziqmaydi, faqat o'zim deydigan odam. Xullas, oq qalpoqli shunaqa ruxsat bilan ish qiladi. Shunchaki tizimni qayerda kamchilik bor, qayerda nuqsoni bor, qayerdan hakkerlar kira oladi, ma'lumotlar o'g'irlay oladi, shularni tekshirib kompaniyaga ma'lum qiladi. Kulrang qalpoqlilar bu ruxsatsiz kiradi, lekin yovuz niyatsiz, noqonuniy ish qiladi. Nimasi yo'q, birovga g'araz niyati yo'q, hujum qilayotgani yo'q, ataylab buzg'unchilik maqsadida. Shunchaki ruxsatsiz, noqonuniy tarzda kirishadi-da, foydalanishadi, bo'ldi. Qanaqadir zarar yetkazish niyatida kirishmaydi. Qora qalpoqlilar endi bu umuman ruxsatsiz ish qilishadi, noqonuniy ish qilishadi, zararli maqsadda ish qilishadi. Asosiy hujum usullari: phishing, DDoS, SQL injeksiya, ijtimoiy muhandislik. Phishing tushuntirdim. Bu soxta saytlar, soxta xabarlar orqali parollarni o'g'irlash uchun ishlatiladi. Ya'ni, masalan, Instagramga o'xshagan, klonga o'xshagan bitta sayt yaratishadi. Instagram orqali bizni kuzating degan xabar orqali o'sha tugmani bossa, login parol so'raydi. O'shandan Instagram login parollarini o'g'irlab olish mumkin. DDoS hujumlar bu DDoSni eslatsa qoldiringlar, oddiy narsa. Serverga juda ham ko'p so'rov yuborishadi bir vaqtda. DDoS hujum shunaqa. Buni bitta kompyuterdan qilishlari ham mumkin, yoki bo'lmasa o'zlarining dasturi o'rnatilgan dunyoning turli nuqtalaridagi millionlab kompyuterlarda amalga oshirishlari mumkin. Bu serverni ishdan chiqarish uchun qilinadi. SQL injeksiya, ma'lumotlar bazasi zaifligidan foydalanib, ruxsatsiz ma'lumot olish uchun SQL so'rovlaridan foydalanishadi. Ijtimoiy muhandislik texnik emas, psixologik aldash hisoblanadi. Ishontirib, parolni olib qo'yish, ya'ni phishingdan buni ijtimoiy muhandislikning farqi, phishing soxta saytlar orqali parol olishsa, ijtimoiy muhandislik shunchaki so'rash orqali login parollarni psixologik aldab, men sizga yordam bermoqchiman, shunaqa sizni kompyuteringizni himoyalayman yoki bo'lmasa foydali narsa o'rnatib beraman deb turib, aldab turib nima olishadi? Login parollarni olishadi. Xo'p, bularni ko'rdik. Zararli dasturlardan himoyalanish uchun shunchaki antivirus o'rnatish kerak. Firewall, ya'ni tarmoq devorni o'chirib qo'ymaslik kerak. U doimiy yonib turadi. O'chirib qo'ysangiz o'chadi. Tizimni yangilab turish kerak. Kuchli parol qo'yish kerak. Bularning vazifasi antivirus kompyuterga tushishi mumkin bo'lgan yoki bo'lmasa internetdan skachat qilsangiz virus bo'lishi mumkin bo'lgan fayllarni aniqlab o'chirib tashlaydi. Antivirusni ham yangilash kerak. Operatsion tizimni ham yangilab turish kerak. Buni sababi yangi turdagi virus chiqsa, bular ishlamay qoladi. Masalan, boshida WannaCry dasturini aytdim. WannaCry yangilanmagan tizimlarni zararlagan, ya'ni WannaCry ishlab chiqarilgan tizim egalari, masalan, operatsion tizim egalari WannaCry virusdan xabar topib, sirazi antivirusni o'rnatishgan, ya'ni BIOS darajasidagi antiviruslarni o'rnatishgan tizimga. O'zini, masalan, Windowsda zashtigi bor yoki Linux yoki boshqa operatsion tizimlar. O'sha operatsion tizimlar shu darajadagi viruslarga qarshi antivirusni kuchaytirgan. WannaCry
operatsion tizimi yangilangandan keyin WannaCry u kompyuterlarda ishlamagan. Lekin tizimni yangilamagan judayam ko'p, o'shanda aytib o'tdim, 50 million atrofidagi kompyuterlar hammasi 150 dan ortiq davlatda. Hamma kompyuterlar tizimi yangilanmagani sababli o'sha virus qurboniga aylanishavergan. Ya'ni ekranda ma'lumot chiqib turadi. To'lov qilasizlar. Kuchli parol bilasizlar, boshqalar shunchaki yodlash yoki bo'lmasa shunga o'xshash ko'rib eslab qolishini xavfini kamaytiradi. Hamda taxminiy yozib turib topa olish ehtimolini ham kamaytiradi. Zaxira nusxasi saqlash, fayllaringizni himoyalash uchun ko'pincha qayerdadir zaxira nusxasi saqlab olganingiz yaxshi. Masalan, men zarur fayllarimni internetga joylab turaman. Masalan, Telegramga yoki bo'lmasa cloud dasturlariga, Google Drive'ga masalan, yoki bo'lmasa umuman olganda boshqa cloud dasturlariga. Dasturlarimni GitHubga joylab turaman. Shunday qilib, fayllaringizni masalan kompyuteringiz sibros bo'lib ketsa ham oson topa olishingiz mumkin. Virus bilan zararlansa ham sizdan to'lov talab qilinsa, sizda o'sha zaxira nusxasi bo'ladi. Hop, viruslarni ajrattiruvchi belgilari. Virus faylga yopishadi. Foydalanuvchi harakati virus uchun kerak. Virus ishga tushishi uchun o'sha faylni ochish kerak. Qurt mustaqil o'zi harakatlanadi, tarmoq orqali o'zi tarqaladi. Troyan foydali dastur niqobida aldab kiradi, tarqalmaydi, shunchaki kerakli paytda ketadi. Ransomware fayllarni shifrlaydi, to'lov talab qiladi. Spyware yashirincha kuzatadi, ma'lumot o'g'irlaydi, masalan, kamera orqali yoki mikrofon orqali. Keylogger klaviaturadagi har bitta bosilayotgan tugmalarni yaratuvchilarga yuborib turadi, ya'ni virus yaratuvchilarga. Hakkerlar hujumlar, adware reklama, ad degani o'zi reklama degani, ikkita dsi bo'ladi, bu yerda qisqartirilgan. Reklama ko'rsatadi, roket chuqur yashirinadi, ya'ni kompyuter xotirasiga, operatsion tizim kodlari ichiga. Oq qalpoqli hakkerlar ruxsat bilan ish qiladi, qonuniy ish qiladi. Qora hakkerlar zararli, jinoiy ish qiladi. Kulrang qalpoqlar o'rtachasi ruxsatsiz ish qiladi, lekin zarar yetkazish niyati bo'lmaydi. Maqsadsiz hujumlar ommaviy va tasodifiy tarzda qilinadi. Maqsadli hujumlar rejalashtirilgan aniq nishon uchun qilinadi. Phishing aldab parollarni olib qo'yish bo'lsa, ya'ni o'g'irlash bo'lsa, DDoS so'rovlar bilan serverlarni ishdan chiqarish. Mavzu bo'yicha testlar. Endi oxirida bir ikkita test ko'ramiz. Kompyuterning virusi va biologik virus o'rtasidagi o'xshashlik nimada? Ikkalasi ham faqat internetda yashaydi? Yo'q. Ikkalasi ham o'zini ko'paytirib tarqatadi. Mana shu javob. Qolganlarni ham ko'ramiz. Ikkalasi ham foydali vazifa bajaradi. Yo'q, virus foydali emas. Ikkalasi ham faqat telefonni zararlaydi. Yo'q, kompyuterni ham zararlashi mumkin yoki odamni ham. Mana bu javob. Barcha zararli dasturlarning umumiy nomi qanday ataladi? Malware, faqat troyan, faqat virus, antivirus, himoya dasturi. Barcha zararli dastur deyapti. Zararli dasturlar hammasi malware deb ataladi. Birinchi kompyuter virusi qaysi yilda yaratilgan va nima deb nomlangan? Hop, Brain, Creeper. Kompyuter virusi deyapti. Demak, zararli dastur demayapti, kompyuter virusi deyapti. Brain ham zararli, ham virus. Creeper bu virus hisoblanadi. Shuni tanlab ko'ramiz. To'g'ri. Creeper yaratilgan virus sifatida, lekin zararsiz. Fayl ochilganda faollashadigan, tarqalish uchun foydalanuvchi harakatini kutadigan zararli dastur. Bu virus. Hop, yana ko'plab testlarimiz bor. Vaqt chegaralangani uchun sizlar bilan shu joyda to'xtashga majburman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollar bo'lsa, guruhda yozishingiz mumkin.